Mana shu yo'l qoplamasi bir sloylik vertgan SP94i rusumli betonokratchik qilingan. Betonning eng yaxshi svoystvasini, umuman qizichlanganligini bilish uchun bu eng yaxshi holat beton kesilgan holatdagisi. Betonokratchini qanchalik darajada zichlayotganini, ya'ni qatlamlarga ajralib qolmayotganini ko'rishda ham eng yaxshi yo'li shu. Masalan, mana случайно kesilgan joy 5 ga 20, 20 ga 40 ishlatilgan fraksiyalar. Eng katta fraksiya 40 mm gacha. Mana ko'rib turganimizdek, beton bo'yicha katta donalar betonning tepasida ham bor. Ya'ni sloylarga ajralmagan. Masalan, ustiga mayda qatlam yig'ilib qolib, bunaqa narsa. Qatlamlanish alomati yo'q. Juda ham chiroyli chiqqan. Fraksiyalar bor. Zichlanishda ham bunaqa poralar yo'q, to'g'ri. Bir ikkita poralar bor, lekin bunaqa pora bo'lishi tabiiy. Mana shunaqa kichkina poralar bor, kapillyar poralar. Lekin bunaqa ko'p emas. Xuddi shu narsani bu yoqda ham kuzatsa bo'ladi. Betonning ustki qatlamlarida ham katta toshlar bor. Ya'ni bir sloyli betonokratchik yetarlicha zichlolmaydi degan gap unchalik ham asosli emas ekan.